Assalomu alaykum. Biz yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, YouTube muxlislari, aka parvozlar, hammalarga alangali salom. Aka-ukalar ko'pchilik aka nima video chiqarmayapsiz dedi. Ko'pchilik ochilishni o'rab qoldik, mana hammasini ochib yetib oldik. Ko'p o'yinlar o'tib qoldik. Shuni hisobiga video chiqara olmadik. Kanalimizdan sal aktiv tushib ketdi aka-ukalar. Shunga kommentariy, podpiskani bosib, kanalimizga rivoji uchun kanal ko'rsatsa degan umidamiz. Aka-ukalar kelgan avtonom oldi sotdi. Mana Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanal sumkasi shu videoning tagida kommentariy degan joyi bor. Ana ashertiga kirsanglar, O'zbek Koreya xo'rozlar degan narsa qo'yib qo'yilgan. Shunga bemalol bossanglar, Telegram kanalimizga o'tasiz, asnomning oldi sotish yerda bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, hamma yangiliklar asnomning o'shadi. Jo'jalari hammasi. Hozir sotuvda yo'q. Prosta tomoshaga, yaqin aka-ukalarga bir yangilik bir ko'rsatamiz. O'zimiz o'ynayotgan xo'rozlar, shu tayyorlanayotganlar. Bu birinchi xo'rozimiz. Zo'rda olur, men kanal tushunmaydi. Bu bolaga kelgan. Buni yaxshi pulga oldik. Bu bolalarni ham oldik ozgina, o'z katta Koreyamiz ham bor. Bu ham shu 100 talik karat. Xudo xolasa. Buni sotilmaydi, faqat bolaga. Buni ham bolalar bor, endi bir oylik chapolda martosga qilib chiqardi, xudo xolasa. Haqiqiy tozani ham tozasi. Yo'l kaltaklarini ko'rsatib, Telegram kanaliga tashlab qo'yganmiz buni. Bu yozgi jo'jamiz, bu endi chiqqan, shunaqa endi bir 10 oylik bo'lib qoldi. O'sha 1400 makonimizning radnoy bolasi. Bitta 5 minut ko'rdik. Xudo xolasa zo'r, ko'rsatmaydi, yaxshi. Endi sekin boqib, yoshiga to'ldirib, bir-ikki mehnatini qilaman degan odamga lekin beraveramiz. O'zimizniki haqiqiy yo'llik. Shu bitta ham pastga tashlamasak ham juda yaxshi ekan. Xudo xolasa. Endi boqib xo'roz qilaman degan odam bo'lsa, bemalol olib chiqaradi. Hozir kilolari bir 4 kilo 300 asha atrofida. Aka-ukalar, bu 5 kilolik jo'jamiz, o'sha hali Qozog'istonga bergan 3000-4000 larda yutib yurganni aprelgi versiyasi. 1-2 oyog'ini ko'rdik. Undan ham daji yomon. Prosta tumshug'i sal ko'tariladi, mana endi 10-15 kunda xudo xolasa kelib qoladi. 5 kilo 200 da o'ynaydi. Hozirgi holati ham 5 kilo. Haqiqiy zo'r. Aka-ukalar, bu o'sha 1400 lik makonni ertangiroq bolasi. Mart oxiri, aprel boshi. O'sha bu ikkita yutdi dasrochni, uchinchisiga bir o'zidan yarim kilo kattaroqqa tushuvdi, necha qildi, tumshug'i ko'tarilib ketib qoldi. Yaxshi xo'rozga yaxshi puldan necha qildi. Xudo xolasa tumshug'i keldi, yana endi ko'proq dam olganning hisobiga ozgina bekor chiqilib, yaxshi puldan Qirg'izistonlarda o'ynaymiz. Videoga olish imkoni bo'lsa, xudo xolasa kanalga tashlaymiz. Shuning uchun ko'pchilikka aytaman, Telegram kanalga o'tinglar. O'sha yerda ko'proq yangiliklar o'sha yoqda. Aka-ukalar, o'sha nima deydi, asli cho'ja qaysi cho'ja sotuvda, nima qanaqa, buni endi o'shasiz chiyillasam, meni YouTube suymaydi, jonivorga o'zor berish deb aqabaqa qilishi mumkin. Imkon darajasida o'sha Telegram kanalga o'tib olsanglar, Telegram kanalimizda hamma o'sha sotuvdagilari tomosha o'sha yerga yangiliklarni tashlab boramiz. Ko'p jo'jalarimiz bor, xudo xolasa ochirganmiz. Yaxshi pul bergan odamga xudo xolasa yaxshilardan qilib aka-ukalar, ko'pchilik misollar qanaqa qaysi narsalar bu jo'jalardan hozirgi kichkina karisimiznikidan, jo'ja garisidan tomosha haqiqiy yaxshi chiqqan, toza chiqqan jo'jalar.
Mana aka ukalar imkon darajasida ko'rsatdik. Endi uydagilarimiz u yoqda bu endi fermadagi boricha imkon darajasida ko'rsatdik. Aytganimda shu oldi soatda asman Telegramda bo'lganligi uchun Telegram gruppaga o'tib a'zo bo'lsanglar, yangiliklar o'sha yerga tashlab berib turamiz. E'tibor uchun rahmat. Kanalimizning rivoji uchun o'sha aytganimdek kommentariy, like, podpiskani bosib ketasizlar. Anchadan bir video qo'ymaganimda sal mana nima deydi aktiv pasayib qoldi. Shuning uchun yaqin oshna og'ayni mana o'zimizning parvozlarga podelitsiya qilsana, mana videomiz direktga chiqib kuchayadi. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Yaqin kunlarda ko'rishamiz.